Xudo xolasa biz Face tomon yo'l oldik. Tayson moshniy formada o'sha ovqat yeb moshniy kuch kelyapti. Do'stlar, ertan juda ham kuchli jang ko'rasizlar inshaalloh. Partishkani hozir bosmasalar, ertan bosishga ham partishka qilishga ham ulgurmay qolasizlar. Chunki hozir bosinglar partishkani. Ko'rib turibsizlarmi, kuzatib, vahshiy interesni, vahshiy formada chiroyli. Miyaga ham qattiq shug'ullanganman do'stlar. Alhamdulillah uyaltirmaymiz. O'zbekiston bayrog'i nasib qilsa inshaalloh tepalarga ko'tarib qaytamiz ertan. Davay. Endi Tayson eng muhimi Habib Eng muhimi do'stlar. Suv kabi bo'ling. Suv kabi. Уже to'lazdan o'tdi, уже amalasi mumkin, energiya kerak, kuch kerak bu Habib havasi. Chidab bo'lasiz. Habib bo'lsang Habib bo'lib qol deydi ekan. Hamma bayisda ketayotganini ko'rasizlar. Bu bola Tayson bilan kelgan, xudo xolasa Octagon Selection'da 30-may kuni debyut qiladi. Formasi moshniy, xudo xolasa buni ham adres qilamiz. Do'stim bo'ladi, jigarlar. Bu xolasa bizning do'stim bo'ladi, nasib qilsa birinchi o'yinga inshaalloh chiqadi. Men do'stim bo'ladi, nasib qilsa dahshat bomba jang ko'rsatadi inshaalloh. Kuzatib tursanglar, uyaltirmaydi. Inshaalloh. 66 da jang qiladi, hozir 4-5 kilo qolgan, vес tashyapti. O'shaning uchun hozir mumkin emas, lekin bo'ydan keyin ukamlar mana shuni bitta ochsanda Habib bitta ichasan, xudo xolasa. Let's go. Hozir shovuni olamiz. Shovlar ko'rasiz. Mana shu ketayotganlar ko'pi optni yanchillik bayislarda, lekin ko'rasizlar hamma Taysonni ko'radi. Даже Qozog'istonda ham kafelarga kirsa, McDonald'sga kirsa, qattiq kirsa. Ertan Octagon hamma Taysonni jangini kutadi. Men bilib o'tiribman bu narsani, lekin hozirdan aytib qo'yaman, avvalambor Allohdan hammasi chiroyli jang ko'rsatamiz inshaalloh. Ular boya shunaqa holat bo'ldi, даже Dog'istonliklar pichilashib o'tiribdi. Mana Tayson deydi, hamma buni bo'yini ko'radi deydi. Xuddi shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Tayson ertangi turnirda yondiramiz inshaalloh.